Assalomu alaykum, hurmatli BM Group kuzatuvchilari. Bugun sizlarga Do'mbarobod Residence loyihamizda sotuvda mavjud bo'lgan 2 xonali 67 metr kvadratli xonadonimizni ko'rsatamiz. Bu podyezddan kirish qismi eshiklar qo'yilgan holatda topshiriladi. Bu tarafimizda shinamgina katta prixoshka qilingan. Bu tarafimizda esa sanuzl vanna. Ko'rib turganingizdek, sanuzl vannasi ham anchagina katta qilingan. Do'mbarobod Residence loyihamizda studiya formatda bo'ladi. Ko'rib turgan ushbu 2 xonali xonadonimiz ham xuddi shunday, ya'ni oshxona va zal birlashgan ko'rinishda. Bu balkonga chiqishimizda shunaqa katta panoramli eshik qo'yilgan. Bu esa xonaning yorug'ligini juda ham yaxshi ta'minlab beradi. Bu esa ikkinchi xonamiz. Bu tarafimizda spalni joylashgan. Ko'rib turganingizdek, kattagina oyna qo'yilgan bo'ladi. Xonadonlarimiz korobka holatda topshirilgani uchun o'zingizning dizayningizga va qulayligingizga moslashtirib, razilnik qilsangiz bo'ladi.